Perforatsionni опорный disk qor, yomg'ir, issiq sovuqdan qo'rqmaydi va buni yaxshi tomoni ha deb avtoservisga tormoz muammosi bilan kiravermaysiz. Va oddiy опорныйga qaraganda ancha yaxshi tormoz oladi. Men hozir buni sizlarga isbotlab ko'rsatib beraman. Birinchi o'rinda oddiy опорный bilan test hisob tekshirib ko'ramiz. Sunnat, o'sha stalbadan qo'zg'alib, xuddi shu stalbada tormozni sirazi bosasan, ketdi, davay. Akalar, metkani qo'yib oldik. Ana endi perforatsiyali опорныйda test qilamiz, yengillik chiziqchalari ham bor. Tanlovda adashmanglar. Ishonch bor, sifat bor, eng muhimi garantiyasi bor. Masofani ko'rdinglar farqini. Hozirgi kunda bu опорный diskdan ko'pchilik akalarimiz foydalanishyapti. Agar hali foydalanib ko'rmagan akalarimiz bo'lsa, mashinalarning markasi bilan probegini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Опорный disk haqida xohlagan savollaringizga biz javob qaytaramiz.